Salom hamma bolalar, sizlar bilan Abu. Bugungi videomizda bilsanglar Godzilla akkauntini obzor qilgan, banga kirgan akkauntini va juda ham aktiv bo'libdi. Rahmat kattakon hammaga aktivga, podishka qilganlarga va bugun Godzilla yangi akkauntiga o'sha akkauntda hali hech kim hattoki Godzilla o'zi ham obzor chiqarmagan. O'sha akkaunt obzor qilishga qaror qildim bolalar. Sizlar like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Unda biz gapni ko'paytirmasdan videoga ketdik. Qani, let's go. Unda biz bolalar gapni ko'paytirmasdan ID'ni kiritaveramiz. Men ID'si Godzilla yangi akkaunti, bu akkaunt o'g'inga 1 oydan oshdi adashmasam, 2 oy bo'ldi. Akkaunt berkitib qo'ygan, orqaga 3 ta superkar faqat UAZlardan qo'ygan. 8 yillik akkaunt, 82 level Ultimate Royal'da zavaga chiqqan. Godzilla bilasizlar, Ultimate Royal'da rank ko'taradi. Har safar top o'ntalikka kiradigan o'yinchi. 85 kalliksa 25 ta Ultimate, 467 ta Mythic bor ekan, 95 ta parkachka, 7 ta X kostyum bor ekan. Tak bular uncha qiziq emas, bizga Mythic'lar qilsak, Mythic'lardan tak Ultimate'lardan normalniy bor ekan. Bo'ladi. Unday ko'p emas, kam emas. Birinchi olovli Ultimate bor ekan. Sizlarga qaysi Ultimate yoqadi? Kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Menga eng yoqadigan Ultimate mana shu Ultimate, birinchi, ya'ni olovli Ultimate. Tak ikkinchi o'rindagi Ultimate esa mana Ultimate yoqadi menga, mana bilsanglar kerak. Ikkinchi o'rinda yoqadigan menga. Onda sizlarga qaysi Ultimate yoqadi? O'shani kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Menga mana Ultimate yoqadi. Mythic'lardan ham qaysi Mythic yoqadi yozinglar. Qaysi X kostyum yoqadi? Qaysi superkarlar yoqadi? O'sha hammasini yozib qoldiringlar. Kommentariyaga albatta hamma kommentini o'qib like bosib qo'yman kommentlaringizni. Mythic'lar ko'p ekan. Joker 5-level menimcha katta. 5 ga o'xshayapti. Sylvan ham 5 ga o'xshayapti. Varon full 6. King Kong Godzilla kiyimi bor, va taxtga o'tiradigan Mythic bor. Bu ham juda ham old, hali PUBG'ga qaytmagan. Mythic'lar sarasiga kiradi. Tak yana Fraunning o'zi ham bor, sariq mumiya, yana ikkita Godzilla bor ekan. Tak yana bitta kiyim ko'rganday bo'ldim. Yo, boshqa ekan. Tak keyin Zolotoy Gold bor ekan, O'rmon elfi, bu ham juda ham kam akkauntlarda bor. Qaytsa ham lekin bar redki set. Keyin Godzilla bu ham juda ham kam akkauntlarda bor. Buni bilasizlar, ayniqsa u kirishlar, emotsiyalar zo'r bo'lardi. U kirib ovoz vafshin baland chiqadi. Keyin Zolotoy Gold bor. Bu ham Zolotoy Gold ham old set, ko'p Mythic'da qaytgan. Keyin Vampir seti bor, tak yana nimalar bor. No, unday old setlar yo'q Mythic'lardan. Unchalik bor old setlar bor, lekin javonda ko'p emas. Lekin normalniy setlar bor. Tak pastki setlardan nima bor ekan? Pastki setlardan uncha old narsa yo'q ekan. Inferno bor. Bo'ladi. Qolgan ishim kerak emas Inferno bo'lsa. Birinchi o'rinda albatta Erikka, ikkinchi o'rinda Infernoda. Men o'zimda fikrim. Tak keyin bosh kiyimlardan mana sariq socham bor ekan. Zo'r turar ekan. Bilasizlar, knyaz skinlar bilan qaytgan, knyaz kiyimlari bilan birga qaytgan. PUBG'da knyaz kiyimi va o'sha bilan birga qaytadi. Tak mana u ham zo'r turar ekan, lekin bu ham oldmi, oldmasmi bilmayman, lekin yoqadi menga. Keyin Jokerda bosh kiyimi bor, u Godzone asosiy setining bir qismi. Godzone setini menimcha ko'p odam biladi. Missiya, Городской ходок, qora ryukzak 416, keyin hamma vторжение maskam Inferno shkam taqsa Godzilla Jokerning maskasi, ya'ni boya kiygan yashil maskamda Godzilla seti o'sha. Menimcha hamma biladi uni. Tak Ultimate ochkin. Maskalardan birinchi Ultimate maskasi Jaguar maska, keyin mana qanaqa maska ekan? Qandaydir xunuk maska ekan, lekin Mythic ekan. Oldin ko'rmaganman. Erikki yo'qmi ekan? Tak, Erikki bor ekan. Ha. Oh, kostyumga vafshim zo'r turar ekan Erikki ham. Erikkini bilasizlar, old sezonda chiqqan. Katta ehtimol bu akkaunt 8 yillik bo'lsa, demak old akkaunt. Smile seti ham bor ekan. Bu ham uncha, endi Smile sal ko'proq odamda, javonda kam odamda emas, lekin normalniy odamlarda bor. Biriga katta ehtimol bu yangisi bor, chunki yangi va eskining shu farqiga bormay qo'yildi. Ya'ni bilinmaydigan qoldi. Keyin missiya bor. Orqasida logosi bor, logosi yo'g'i ko'rinmaydi. Akkauntni ochib obzor qilsanglar. Tak ryukzaklardan esa Fraun, Varon keyin ko'rdinglar tepada, keyin Godzilla'niki bor va men eng yaxshi ko'rgan sumkam, shaxsan meni o'zim eng yaxshi ko'rgan sumkam, kimga qaysi ryukzak yoqadi kommentariyaga yozinglar. Men eng yaxshi ko'rgan ryukzak mana shu. Balki qandaydir yoqadi, juda ham chiroyli. Ortiqcha narsalar qo'yilmaganda, o'shaning uchun yoqadi. Tak pastki setlardan Zaynobiddinni shogirdi qo'rarkan bor, tashirib. Farasat oliy ne'mat.
Smile pasketi va Garatskoy xadok bor. Xadok menimcha hammaga yoqadigan pasketi. Eng zo'ri missiya xadok, missiya debman. O'zir bep bilan xadok bo'lsa kerak. Kimga qaysi pasketi yoqadi, kimga nima yoqadi, kommentariyga yozinglar. Mototsikllardan ham skillar ko'p ekan, o'zi ham. Mana bunga ham skin bor ekan, yaxshi. Dachiga ikkita superkar bor ekan, Lamborghini va Bentley bor ekan va Dodge bor ekan. Dodge'ning superkar emas, lekin ikkita superkar, bitta keyin normal skin bor ekan. Lamboni ko'rishinglar mumkin. O'zi ham eng zo'r chiqqan men uchun Dachiga skinlar Lambo, Bentley, keyin PUBG Mobile o'zi chiqargan Prizak. Ana shu uchtasi eng yoqadigan menga. Endi kimga qanaqa bilmayman, o'zim dedim. Dodge ham bor ekan, lekin King Kong Godzillalarning ham sezonidagi dacha bor, keyin Messining dachasi ham bor ekan. Yaxshi. Bitta Aston Martin'ga drop car, keyin Yubiley bor. Yubiley endi Aston Martin drop car deyonda endi почти yo'q bo'lib turadi. Lekin чисто женский narsa. Tak endi biz bolalar mana kupega o'tdik. Kupeda Dodge bor, Dodge'ning o'z eng chiroylisi bor. Endi eng chiroylisi men uchun yashil. Shu men dedim har xil, hamma dedi har xil. Keyin Maserati bor, qizili. Maseratining to'g'risi unchalik yaxshi tushunmayman, chunki qanday xunuk. Keyin Bugatti bor, Bugatti Chiron. Chironmi shu ada Chiron, Veyron boshqacha edi. Keyin Bentley bor. Eng mashhur superkarlardan Bugatti, Bentleylar. Lekin Lambo yo'q ekan. Lekin Lambo ham zo'r. Bagiga Sonic bor, keyin Godzilla'niki, keyin timsohli bor. Endi biz bolalar Uaz'ga o'tamiz. Qot evelet. Bagini ustiga bosib o'ribman. Uaz'da 5 ta superkar bor. 5tasini ham qo'ygan katta ehtimol bilan Lamborghini Urus. Eng zo'r Lambo debman. Mana endi bak Uaz'larda eng chiroyli skinlardan bittasi Lamborghini, keyin PUBG Mobile o'zi chiqargan Prizak. Bu juda ham katta. Asosan bularni men turnirlarda ko'rdim. Ko'p o'yinchilar mashina portatarkanda orqasiga yashinib o'tishga katta mashina, o'shaning uchun foydalanish zo'r ekan. Ko'p turnirlarda ko'rdim. Bitta emas, bir ikkita uch turnirlarda uni ko'rdim. Keyin Bentley bor. Bentley akkuratni ishlangan ortiqcha narsalarsiz. Keyin Maserati kichkina mashina ekan. Men buni ko'rdim, hafshim kichkina ekan aslida. Oddiygina Lambo Bentley bo'lchaganda, keyin mana Old Uaz ham bor. Bu ham juda ham kam odamda bor. Buni bilgan biladi. Endi biz bola Arjoyga keldik. Faqat 416 M24 lar ko'rsataman, chunki unchalik qiziqmas AVMlarda keyin. 416 da ikkitasi full emas, qolgan hammasi full. Endi full emas-ku 7-levelga chiqqan 8-level unchalik kerak emas. Grazalar ham bor, Auglar ham. Normalmi Gold'dan 416 ham bor ekan. Endi karaklardan Godzilla karak va yondagi karak bilmayman to'g'risi. AVMlardan Godzilla AVM va olovli AVM bor. Amerda bitta bor, kichik kuchaytirilmagan ekan, lekin unchalik muhim emas. Endi bola kompaniyonlarni ko'ramiz. Shaxsan kompaniyonda Godzilla, King Kong bor ekan, kiyimlari. Hatto Godzilla va King Kong old 8 yil akkaunt, katta ehtimol bilan S2 da yo S3 da o'ynalgan bo'lsa kerak. 23 million PPS bor ekan. 23 millionga normal pul kirib ketgan. Bola obzorimiz shu vaqt endi o'z nihoyasiga yetdi. Bola like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bola. Bu yil biz 600 ta bo'lishni niyat qilganmiz. Bola 600 taga juda ham ozgina qoldi. 500 ta bo'lishni niyat qildik, 500 ta ham bo'ldik. Endi inshaalloh 600 ta ham bo'lamiz. Siz like bosib kommentariyaga bir go omad deb yozib qo'yinglar va kimning akkauntini chiqaraylik. Shuni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar keyingi safar. Va bolalar aytgancha sizga qaysi narsa yoqadi, ya'ni qaysi rugzak, qaysi X kostyum, qaysi ultimate o'shalar yozib qoldiringlar, esdan chiqmasin. Unda bolalar hammaga xayr, sizlar bilan bu bo'ldi. Doimo birinchi o'rinni olib yuringlar. Bye bye.